Assalomu alaykum hurmatli studentlar. Bugungi sabag'imizda futbol o'yinida muyush to'bi ham jarima to'plarini alu usullari texnikalarini o'rganib o'tamiz. Muyush to'bini alu. Muyush to'bi futbol maydonchasining muyushini alinadi. Buning aluning bir necha turi bor. Hozir biz oddiy usullardan foydalanamiz. Muyush olib, yaqin turgan o'yinchiga to'mendan yerdan to'pni yetkazib berib usuli. Buni to'p yetkazib bergandan keyin komandamiz tez hujumga o'tishga harakat etadi. Muyush to'bini aluda keyingi usulni o'rgatamiz. Bunda ko'p hollarda jarima maydonchasına to'pni uzatuvga harakat etiladi. Jarima maydonchasına yerdan to'pni uzatib beru. Buni pas qiladida o'zimizning komandasimizdan aşağı o'yinchiga to'pni pastdan yetkazib beriladi. Hujumga o'tiladi. Ko'p joylarda qarshılash komandalari yerdan to'pni yetkazishga imkoniyat chiqarilmaydi. Keyingi usulimiz to'pni yuqoridan jarima maydonchasına yetkazib beru. Hurmatli studentlar, endi maydonning qarama-qarshi tarafidan so'zlarni takrorlaymiz. Ochiq o'yinchiga yaqin aralıqda to'pni yetkazib beramiz. Hujum ishlay boshlandi. Keyingi holat jarima maydonchasına yerdan to'pni uzatuv. Hujumga endi jarima maydonchasini to'pni yuqoridan uzatuv usulini o'rgatamiz. Endi jarima to'plarini alu usullarini ko'rsatib o'tamiz. Jarima to'plari jarima maydonchasida istalgan qo'pollikqa hamma vaqt 7 metr jarima to'plari belgilanadi. Qo'l bilan o'ynasa jarima maydonchasida, yo'qmasa o'yinchiga qarshılash komandaga o'yinchiga qo'pol o'yin o'ynalsa, bu jarima to'pi qo'yiladi. Hozir keyin ko'rsatamiz. Keyingi o'rganadigan usulimiz bu jarima to'plarini tebu. Jarima to'plari ikki turga bo'linadi. Erkin jarima to'pi ham jarima to'p bo'lib tebuladi. Hozir maydonning har xil joylardan jarima to'pini tebudi o'rganamiz. Agar shu yerda jarima qilingan bo'lsa, shu jarima bo'lgan yerga to'p qo'yiladi. Qarshılash komandaning halovi bilan jonni devor 5 metr aralıqqa jonni devor o'rnatiladi. Bu jallı dival o'rnatiladi. Endi shtrafnoy udarda jarima to'pini qarshılash komandaga to'pni yetkazib berib usuli bilan ham davom ettirsak bo'ladi. Yo'qmasa darvozaga to'g'ri to'pni jo'natib yo'li bilan ham davom ettirsak bo'ladi. Endi maydonning qarama-qarshi tarafidan jarima to'plarini olib yuritamiz. Hurmatli studentlar, bugungi sabag'imizda o'rganayotgan oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz, o'rganayotgan zadachlarimiz to'ydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.